Ro'ziyeва Munavvar 1959-yil tug'ilganman. Buxoro viloyati Jondor tumanida. Yaxshi. Munavvar opa, mana bugun oxirgi kuni darsimiz. 14 kun oldin siz Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologik markaziga kelishingizda nima sabab bor edi? Nima kasal bo'lgani uchun keldingiz? Uyqusizlik. Uyqusizlik bor edi. Necha yildan burun uyqusizlik? Qanchadan beri? 4-5 yildan beri bor edi. 4-5 yildan burun uxlolmasdingiz. Yana nima bor edi? Grija. Umurtqada grija bor edi. Umurtqada. Yana nima bor edi? Qon bosimi bor edi. Qon bosimingiz. Yana nima bor edi? Ichaklar buzilishi. Ichaklar yaxshi ishlamasligi. Shunday. Yana nima bor edi? Vahima. Yana nima bor edi? Oyoq muzlashi bor edi. Oyoqlaringiz muzlar edi. Ana endi uyqusizlik bugun mana oxirgi kuni darsimiz 14-kuni 8-noyabr 2025-yil. Uyqu qanday bo'ldi opajonim? Uyqu hozir Xudoga shukr yaxshi. Necha kunda uyqu joyiga keldi? 4-5 kunda joyiga kelib, mana yaxshi uxlayapman. Mazza qilib uxlayapman. Mazza qilib uxlayman. Umurtqani kasalliklari, grija nima bo'ldi? Grija yaxshi hozir. Og'rimayaptimi? Og'rimayapti. Bezovta qilmayaptimi? Ancha yaxshi avvalgidan. Yo ozroq qolganmi? Yo'q, yaxshi, 100% yaxshi. Yaxshi. Qon bosim nima bo'ldi opajon? Qon bosimi yo'q, yo'qolib ketdi. Qon bosim nechagacha ko'tarilardi? 150, 140. Shu yerga kelganingizdan burun oshdimi? Yo'q, oshgan yo'q. Endi oshmasdan yasha olasizmi, oshirmasdan? Ha, yasha olaman endi. Oshishiga nima sabablar bo'lgan ekan bilib oldingizmi? Ha, hammasini bilib oldim. Sizda asabiylashish ham bor edi, adashmasam. Ha, asabiylashish ham bor edi. Juda zo'r asabiylasharmisiz yo kamginami? Juda ko'p asabiylashardim. Asabiylashmayotgan bo'lib qoldingizmi? Ha, juda ancha o'zgarishlar katta hozir. Umumiy xarakteringizda o'zgarish katta. Ichaklaringiz nima bo'ldi opajon? Ichaklar, hozir ham ichaklar ham yaxshi. Zo'r ishlayapti. Zo'r ishlayapti. Vahima ketdi, qaltirab turaydim uyqumda, tush ko'raydim. Hozir ketdi o'shalar. Vahima necha yil bezovta qilgan edi? Vahimaga 1-2 yil bo'ldi. 2 yildan burun yo'q bo'lib qoldimi u? Hozir yo'q bo'lib qoldi. Necha kunda yo'q bo'ldi? 4-5 kunda. 4-5 kunda u ham yo'q bo'lib qoldi. Oyoqlarni muzlashichi? Oyoqlarni muzlashi ham hozir yaxshi, Xudoga shukr. Necha kunda joyiga keldi? Bu ham bir 3-4 kunda joyiga keldi. U necha yildan burun oyog'ingiz muzlar edi? Shu 1-2 yildan beri shunday edi. Qon bosim necha yildan burun edi? Ha, bu ham bir 3 yil bo'ldi, qon bosimi ham. 3 yil bo'ldi. Mana shu kasalliklaringizni men aytgan narsalarni bajarganingizdan keyin yo'q qildingizmi yo dori ichdingizmi, boshqa joyga borib davolandingizmi? Yo'q. Nimadan sog'aydingiz? Sizni ana shu bergan nimalaringiz, tavsiyalaringiz menga nima bo'ldi-da, hammasi. Yordam berdi. Yordam berdi. Odamlar bitta dori darmonsiz sog'ayadi desam, boshqa odamlar osongina ishonolmaydi-da. Siz ham birinchi kelganingizda sal ikkilanish bormidi? To'g'risini ayting. Ha, ozgina bor edi, keyin yo'qolib ketdi hammasi. Keyin tushunganingizda tushunib yetdim. yo'qolib qoldi. Tushunib yetdim, ancha hayotga qaytdim hozir. Xudo Allohga shukr. Boshqa odamlar ham shu yerga kelsa, shu aytgan narsalarni bajarsa, sog'ayarmikan? Sog'ayadi, albatta kelinglar sog'ayasizlar. Juda foydasi katta ekan. Endi bundan buyon soppa-sog' bo'lib yashay olasizmi? Yashay olaman. Uyga borganingizda uyga endi boshqa odam bo'lib borasizmi? Ha, albatta. Turmush o'rtog'ingiz sizni tanimay qoladi-yu, ha? Shunday bo'lsa kerak.